u yoq bu yoqni qo'yinglar, birovni Instagramda g'iybat qilmasdan, birovni ustidan kulmasdan, vaqtingizni bekordan sarflamasdan mana bunaqa narxlarda, mana bunaqa kvartiralarni ko'ring. Sizga zarurmi biron kishini g'iybat qilish? Shunday kelib kirasiz, eshikdan перехожка zona. To'g'risida joylashgan deski spalni. Deski spalnida bo'ru, bir kimmashoq o'ynasangiz bo'ladi. Shunday shkafni ochasiz, yashirinasiz. Juda zo'r sharoit qilingan 2 etajli spalni qo'yilgan. Shunday kirasiz, o'ng qo'lda sanuzel, razdelni bo'lyapti. Ahamiyat bering. Bu yer dushovoy bo'lyapti. Shunday kelasiz, kattagina koridor ham bor, mana shunaqa katakni yo'lakchasida emasda, kattagina. Shunday kelasiz, chap qo'lda spalni zona. Hamma sevadigan joy. Hamma sevadi. Ishonavering. To'g'risida esa zal bo'lyapti. Zalimiz shinamgina televizor qo'yilgan, mягкий mebellar qo'yilgan, stollar qo'yilgan, hammasi chotki. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Gaz, svet, suv muammo bo'lmaydi. Agar olaman desangiz, agar bizlar o'zimiz sizga narxni sindirib beramiz. Kuxni zonasi, ayollarimiz sevadigan joy. Ishonavering, hozirgi zamonda sevmaydi desa ham bo'ladi, lekin ayollarimiz sevadigan joy. Stralni bor, xolodilnik bor, mo'yshi zona, gaz, hamma sharoit bor. Juda ham zo'r. Ajoyib qulayliklarga ega xonadon, kvartira. Adresi bo'lyapti Beruniy ko'chasi, Brilliant City'ni shunday orqasida 6-etajda joylashgan, 67 kvadrat. Narxi esa 77,000 AQSh dollar so'rayaptilar. Agar kelsangiz naqd pul bilan joyida sindirib beramiz. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga.